Salom barchaga aziz do'stlar. Bugungi Team lobbilarimizni ham boshlab oldik. Bizda ikkita solo o'yinchi 717 Samoga qarshi fight amalga oshiradi. O'yinimiz bir necha soniyalarda boshlanadi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Dominikan mana shu o'yinni sharhlab boradi. Har ikkala o'yinchi tayyor holatda. Ikkinchi push amalga oshirmoqda va birinchi ochkoni o'z hisobiga yozib qo'ydi aziz do'stlar. Samo random shaklda tanlab olingan o'yinchi. Uning hozirda mana bu matchda YouTube kanaliga chiqish haqida ma'lumot ega emas. Ikkinchi markazda Samo ko'proq shuningdek o'ynayapti va low HP holatida bo'lsa ham 717 Samoni bartaraf etdi va o'z hisobiga kill yozmoqda. Low HP holati sakrash va yaxshi Samonox pistoletda birinchi ochkoni o'z hisobiga hal qilmoqda. Samonox o'zining pozitsiyasi haqida raqibga info bermoqda. Bitta o'ng tarafdan push amalga oshirmoqda. Low HP holati va 3-chi ochkoni ham tayin qilamiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videolar maksimum qo'llab-quvvatlagan holatda kommentariyalarda o'z savolingizni yozib qo'ying. O'yinchi holati Samonoxda ochko qo'lga kiritish imkoniyati va albatta bundan yaxshi foydalana oldi. Yuqoridan pozitsiyalarni kuzatamiz aziz do'stlar. Chap tarafdan har ikkala o'yinchi low HP holatida va Samonox bu haqida ma'lumot ega. Chapdan push amalga oshirmoqda va kutib olish va yaxshi Samonox bundan yaxshi foydalandi. 3-chi ochkoni o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Bu tarafdan 217 kutib olmoqchi edi, lekin chiroyli sakrash bilan 4-chi ochkoni Samonox o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Solo fightlarda har doimgidek mana shunday, ya'ni ko'proq risk qilmasdan o'yin amalga oshirish
tezlik bilan o'sib bormaydi, lekin mana bu HP holatda 717 yaxshi foydalandi. 5 daqiqadan kamroq vaqt qolmoqda o'yinimiz yakunlanishiga. Samonoxda 4 ochko sakrash bilan mana shunday harakatlar amalga oshirmoqda, lekin 717 yaxshi tezkor qurol almashtirish bilan ochkoni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Yomon emas. Spreylar to'g'ri lokatsiyaga yo'naltirilganida, afsus, Samonox bundan yaxshi foydalana oldi. Samonoxlardan to'g'ri 202 deb qo'shmoqchi edi, lekin 707 ning damage'lari uni yo'qotishga sabab bo'lmoqda. Samonox 3x da harakatlanmoqda. Sakrash bilan spreylar amalga oshirilmoqda. Damage'lar Samonoxga yaxshigina ta'sir qilgan edi, lekin mana bunday low HP holati bilan u 6 ochkoni ham qo'lga kiritmoqda. O'ng tarafdan 717 harakatlanmoqda, lekin Samoning infosi tomonga hozir qoldi va yo'qotilish. Samonox 717 ning aksiyasi haqida ma'lumotga ega emasdi boshida va hozir yuqoridan konteyner ustida mana shunday reaksiyalar bilan o'yinchilar o'zaro damage'lar bilan bir-biriga yaxshigina zarar yetkazgan bo'lsa ham bundan 717 yaxshigina foydalanadi. Osonlikcha Samonox 7-ochkoni qo'lga kiritmoqda. O'ylaymanki 717 mana shu matchda g'alaba qozonadi. 2 daqiqadan kamroq vaqt qolmoqda o'yinimiz yakunlanishiga. Yaxshi. Samoning hozirda o'yindagi bir kamchiligi sakrash bilan dushmanga otlayotgan spreylar damage bermayapti. Ba'zida mana, lekin hozir yaxshi osonlikcha ochko qo'lga kiritilmoqda. O'yinchilar qochish niyati yo'q, ya'ni g'alabani har ikkala o'yinchi ham xohlaydi albatta. Low HP holati va orqaga chekinish 717 bu narsa haqida ma'lumot ega, yaxshigina damage'lar berilgan. Angar markazida o'ng tomonga qarab 717 harakatlanmoqda. Yaxshi kutib olish bo'ldi aziz do'stlar. Samonox 9-ochko. Yaxshi reaksiya bilan har ikkala o'yinchimiz o'yin olib bormoqda. O'yinchilarimiz ochiq close holatda butun damage'larga sakrash bilan mana shunday ikkita o'qning o'zi 717 ni yopib yuborish uchun kifoya bo'ldi. Ochkolar farqi bittaga yana qisqardi va
O'yinimiz yakunlanishiga 6 soniya bor. O'yinda hozir 717 ta g'alabani qo'lga kiritmoqdamiz bizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.